Hurmatli tomoshabinlar, bugun siz bilan muhokama qiladigan mavzumiz nafaqat dolzarb, balki har bir nafaqa shor uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Men sizga juda jiddiy yangiliklar haqida gapirmoqchiman. Ayniqsa 2026 yil 6 maydan boshlab kutilayotgan o'zgarishlar haqida. Bu ma'lumotni yo'qsirgacha diqqat bilan tinglashingiz shart, chunki u sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ushbu videoni boshlashdan oldin iltimos kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu menga sizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar yetkazishga yordam beradi va boshqa millionlab insonlarning ham ushbu muhim sabardor bo'lishiga ko'maklashadi. So'sh muammoning mohiyati nimada? Oldin qanday edi va 2026 yil 6 maydan boshlab bizni qanday o'zgarishlar kutmoqda? Oldingi tizimda hurmatli tomoshabinlar, nafaqa shor bo'lishiga qaramay mehnat faoliyatini davom ettirgan fuqarolarimiz uchun nisbatan sodda va ko'p hollarda foydali bo'lgan qoidalar amal qilar edi. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin ishlashni davom ettirsangiz, siz bir vaqtning o'zida ham o'z pensiyangizni to'liq miqdorda olish huquqiga ega edingiz, ham ish haqingizni. Bu juda ko'pchilik uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilar edi. Qolaversa, shu davrdagi ish stajingiz ham agar pensiyangizni qayta hisoblash uchun murojaat qilsangiz, kelajakda pensiya miqdorini oshirishda inobatga olinishi mumkin edi. Ya'ni har bir yillar mobaynida to'plangan ish staji va undan olingan ish haqi pensiyangizga ijobiy ta'sir ko'rsatar edi. Uni yanada ko'paytirardi. Bu mexanizm ko'plab mehnatkash pensionerlarimiz uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilgan. Endi esa e'tibor bering, 2021 yil 6 maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan yangi qonun hujjatiga binoan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ayrim turdagi nafaqalarni hisoblash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 2021 yil majmuatdagi sonli qarori bu shartli raqam va sana ammo mexanizm haqiqiy muammoga ishora qiladi. Asosan ishlayotgan nafaqa qishorlar uchun jiddiy o'zgarishlar kiritilmoqda. Ushbu yangi qoidaga ko'ra, agar siz pensiya yoshiga yetib pensiya ola boshlaganingizdan keyin ham mehnat faoliyatingizni davom ettirsangiz va sizning ish haqingiz miqdori respublikada belgilangan o'rtacha ish haqi darajasidan ma'lum bir foizga, masalan 30% oshsa, u holda sizning pensiyangizni to'liq miqdorda olish huquqingiz cheklanishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir qismi sizning daromadingizdan kelib chiqib, vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Bu albatta ishlayotgan nafaqashorlarning oylik umumiy daromadiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda muhim jihatdir. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensiya tizimida adolatni ta'minlash va davlat byudjetiga tushadigan yuqni kamaytirish deb aytilmoqda. Ammo bu ko'plab pensionerlarimiz uchun kutilmagan va jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, endi ushbu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bu yangi qoidalardan savotir olishi kerak va kimlar uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi? Bu juda muhim savol. Birinchi navbatda savotir olishi kerak bo'lganlar. Bu pensiya yoshiga yetib pensiya olishni boshlaganidan keyin ham yuqori daromadli ishlarda faoliyat yuritayotgan nafaqashorlardir. Misol uchun tasavvur qiling, Ahmad aka 70 yoshda o'zining mutaxassisligi bo'yicha katta tajribaga ega va biron bir tashkilotda maslahatchi sifatida ishlashda davom etadi. Uning oylik pensiyasi 2 million so'm, lekin ish haqi 5 million so'm. O'zbekistonda hozirgi kunda o'rtacha ish haqi shartli ravishda 3.5 million so'm deb olsak. Ahmad akaning maoshi bu ko'rsatkichdan yuksalla foizdan yuqori 5 million, 3.5 million, 5.25 million shartli. Misol uchun biroz o'zgartirish kiritaylik, aytaylik 3 million so'm o'rtacha ish haqi va wasal 50% chegarasi 4.5 million. Demak, agar o'rtacha ish haqi 3 million so'm bo'lsa va chegara wasal 50% deb belgilansa, ya'ni 4.5 million so'm. Ahmad akaning 5 million so'mlik maoshi bu chegaradan oshadi. Yangi qonunga ko'ra 90 yil 6 maydan boshlab uning pensiyasining bir qismi, masalan 30% vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Ya'ni Ahmad aka oldingi kabi 2 million so'm pensiya va 5 million so'm maoshni to'liq ola olmaydi. Uning pensiyasidan taxminan 800 ming so'm qisqarib, oylik umumiy daromadi 7 million so'mdan 6.4 million so'mga tushishi mumkin. Bu Ahmad aka uchun sezilarli moliyaviy yo'qotishdir. Yana bir misol, Oysha opa u ham pensiyada, lekin tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib har oy o'rtacha 11 million so'm daromad topadi.
uning pensiyasi 1.6 million so'm. Yangi qonun uning pensiya to'lovlariga ham ta'sir qiladi. Chunki uning tadbirkorlikdan oladigan daromadi ham hisobga olinadi. Agar u faqat tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansa va rasman yuqori daromad ko'rsatsa, uning pensiyasining ham bir qismi cheklanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, nafaqat rasmiy ish haqi, balki boshqa rasmiy daromad turlari ham ushbu qoidaga tushishi mumkin. Ikkinchi toifa bu pensiyaga chiqqanidan so'ng ham ishlashni davom ettirayotgan, lekin ish haqi yoki boshqa daromadlari belgilangan chegaradan past bo'lgan nafaqa sho'arlar. Misol uchun Dilshod aka asrifek yoshda uzoq yillar o'qituvchilik qilgan va hozir ham maktabda yarim stavkada ishlaydi. Uning pensiyasi 1.5 million so'm, ish haqi esa 2 million so'm. Umumiy daromadi 3.5 million so'm. Agar biz yuqoridagi shartli o'rtacha ish haqini 3 million so'm deb olsak va chegara 4.5 million so'm bo'lsa, Dilshod akaning umumiy daromadi bu chegaradan oshmaydi. Demak, u uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. U o'z pensiyasini ham ish haqqini ham to'liq olishda davom etadi. Suddi shunday, pensiyaga chiqqanidan keyin farrosh, bog'bon, kuzatuvchi kabi kam maoshli ishlarda ishlayotgan ko'plab pensionerlarimiz ham yangi qonun ta'siriga tushmaydi. Ular o'z pensiyalarini to'liq miqdorda olishda davqisda davom etadilar. Chunki ularning daromadlari belgilangan chegaradan past bo'ladi. Endi esa kimlar bu yangilikdan umuman savvotir olmasligi kerakligini aniqlashtiramiz. Bu birinchi navbatda ishlamaydigan, ya'ni faqat pensiya hisobiga yashayotgan nafaqa sho'rlardir. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va qo'shimcha ishlamasangiz, sizning pensiyangiz miqdori o'zgarmaydi. U belgilangan tartibda to'lanadi va indeksatsiya qilinadi. Misol uchun Nodira opa 72 yoshda. U faqat pensiya oladi va hech qanday ish joyida ishlamaydi. Uning pensiyasi 1.7 million so'm. Nodira opa uchun 2026 yil 6 maydan keyin ham hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Uning pensiyasi to'liq miqdorda to'lanadi. Bundan tashqari bir martalik daromadlar yoki belgilangan chegara miqdoridan ancha past bo'lgan daromadga ega bo'lgan pensionerlar ham savotir olmasligi mumkin. Masalan, yiliga bir marta hosil sotib topilgan pul yoki vaqtinchalik kichik ishdan olingan daromadlar bu qoida doirasiga kirmasligi mumkin. Ammo bu tafsilotlarni qonunosti hujjatlari bilan aniqlash lozim. Muhimi, bu doimiy va yuqori daromadli mehnat faoliyatidir. Endi esa ushbu yangi qoidaning barcha nozik jihatlari, istisnolari va kutilmagan tafsilotlari haqida so'z yuritaylik. Har bir qonun yoki qoida o'zining istisno holatlariga ega bo'lgani kabi bu yangi tartibda ham ba'zi muhim nuanslar mavjud. Birinchidan, pensiyaning qaysi qismi aynan cheklanadi? Bu juda muhim savol. Yangi qonunda pensiyaning asosiy qismi yoki qo'shimcha to'lovlar cheklanishi mumkinligi haqida aniqlik kiritilishi kerak. Agar gap faqat pensiyaning ma'lum bir qo'shimcha komponentlari haqida ketsa, unda ta'sir biroz yumshoqroq bo'lishi mumkin. Lekin agar asosiy pensiyadan ham ushlab qolinadigan bo'lsa, unda moliyaviy yuq yanada sezilarli bo'ladi. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, gap pensiyaning umumiy miqdoridan ma'lum bir foizni cheklash haqida ketmoqda. Bu esa pensiya miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Ikkinchidan, ba'zi kasb egalari yoki maxsus toifadagi fuqarolar uchun istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, ilmiy darajaga ega bo'lgan professor, o'qituvchilar, tabiblar yoki san'atkorlar kabi jamoat uchun muhim bo'lgan sohalarda faoliyatini davom ettirayotgan nafaqa sho'rlar uchun maxsus imtiyozlar ko'zda tutilishi mumkin. Ya'ni ular belgilangan daromad chegarasidan oshgan taqdirda ham pensiyalarini to'liq olish huquqini saqlab qolishlari mumkin. Bu albatta jamoat uchun zarur bo'lgan sohalardagi mutaxassislarni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda, masalan, oliy ta'lim muassasasining sinfing yoshli professori pensiyasiga qo'shimcha ravishda 8 million so'm maosh olib, shogirdlar tayyorlashda davom etsa, uning pensiyasi yangi qonun ta'siriga tushmasligi mumkin agar tegishli istisnobandi mavjud bo'lsa. Ammo bu istisnolar qonunning yakuniy matnida aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Uchinchidan, daromadni hisoblashda qanday mezonlar asos qilib olinadi? Bu ham murakkab nuans. Faqat rasmiy ish haqi hisobga olinadimi yoki tadbirkorlikdan olingan daromadlar, fuqarolik huquqiy shartnomalar bo'yicha daromadlar, ijara to'lovlari kabi boshqa daromad turlari ham hisobga olinadimi? Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy mehnat faoliyatidan olingan daromad asosiy e'tiborda bo'ladi, ammo boshqa daromad turlari ham qisman ko'rib chekilishi mumkin. Masalan, pensiyada bo'lgan bir shaxsning ikkita uyini ijaraga berib, har oy 4 million so'm daromad olishi. Agar bu rasman ro'iqsatdan o'tgan bo'lsa, uning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.
Bu shuni anglatadiki, nafaqashorlar o'z daromad manbalarini sinchkovlik bilan tahlil qilishlari va qaysi daromadlar ushbu cheklovga tushishini aniqlashlari kerak bo'ladi. To'rtinchidan, pensiyani kechiktirish imkoniyati. Hozirgi qonunchilikda pensiyani olishni kechiktirish orqali kelajakda uni yuqoriroq miqdorda olish imkoniyati mavjud. Yangi qonunda ham ushbu mexanizm saqlanib qolishi mumkin. Ya'ni agar siz yuqori daromadli ishda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz va pensiyaning bir qismi cheklanishini istamasangiz, pensiya olishni bir necha yilga kechiktirishingiz mumkin. Bu davrda siz pensiya olmaysiz, ammo keyinchalik pensiyaga chiqqaningizda uning miqdori sezilarli darajada oshirilgan holda tayinlanadi. Bu variant ayniqsa jismoniy holati yaxshi bo'lgan va moliyaviy jihatdan barqaror bo'lgan ishlayotgan jandi bodani yelish mumkin. Misol uchun 7 yoshda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lganlar 7 yoshga qadar ishlashni davom etsa, 5 yil davomida pensiya olmasa, uning so'zdan keyingi pensiyasi sezilarli darajada yuqoriroq bo'ladi. 5-dan, yangi qonun kuchga kirishidan oldin pensiyaga chiqqan va ishlayotgan pensionerlar uchun eski qoidalar saqlanib qolishi mumkinmi? Afsuski, qonunlar odatda kuchga kirgan sanadan keyin hamma uchun bir sil amal qiladi. Shuning uchun 2026 yil 6 maydan boshlab siz qachon pensiyaga chiqqaningizdan qat'iy nazar yangi qoidalar sizga ham taalluqli bo'ladi. Bu nolga tenglashtirish prinsipi deyiladi. Ya'ni barcha nafaqashorlar uchun yangi umumiy qoidalar belgilanadi. Keling endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu o'zgarishlar sizning hayotingizga ta'sir qilmasligi yoki ta'sirini kamaytirish uchun qanday aniq qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga bir nechta amaliy tavsiyalar bermoqchiman. Birinchi va eng muhim qadam o'zingizning daromad manbalaringizni sinchkovlik bilan tahlil qiling. Agar siz ishlayotgan nafaqashor bo'lsangiz, oylik ish haqingizni, tadbirkorlikdan olingan daromadlaringizni, boshqa turdagi rasmiy daromadlaringizni hisoblab chiqing. Ularni belgilangan chegara hozircha shartli ravishda respublika o'rtacha ish haqining usomisa foizi bilan solishtiring. Agar sizning daromadingiz bu chegaradan oshsa, keyingi qadamlar haqida o'ylash vaqti keldi. Bu ma'lumotni to'plash uchun so'nggi 11 oy davomidagi ish haqi varaqalaringizni, bank ko'chirmalaringizni yoki tadbirkorlik faoliyatingizga oid hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Bu sizga hozirgi moliyaviy holatingizni to'g'ri baholashga yordam beradi. Ikkinchi qadam, O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki yagona darcha markazlariga murojaat qiling. Yangi qonun va uning tafsilotlari haqida bevosita mutaxassislardan ma'lumot oling. Ular sizga aynan sizning holatingizda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini tushuntirib berishlari kerak. Sizning savollaringizga aniq javob berishlari shart. Ularga qaysi hujjatlar kerak bo'lishini, daromadlaringiz qanday hisobga olinishini, qayta hisoblash tartibi qanday bo'lishini batafsil so'rang. Bu muhim, chunki har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuningdek, ulardan yangi qonunning to'liq matnini yoki uning izohini so'rab olishingiz mumkin. 3-qadam, agar sizning daromadingiz chegara miqdoridan oshib ketgan bo'lsa va siz pensiyangizni to'liq olishda davom etishni istasangiz, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan pensiya olishni keyinga qoldirish imkoniyatini muhokama qiling. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek sizning pensiya miqdoringizni kelajakda sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Ular sizga qancha muddatga pensiyani kechiktirish qanchalik foydali bo'lishi mumkinligini hisoblab berishlari kerak. Bu qarorni shoshilmasdan barcha afzallik va kamchiliklarni o'ylab qabul qilish zarur. Pensiya olishni keyinga qoldirish uchun qanday ariza yozish kerakligini, qaysi hujjatlarni to'plash lozimligini aniq bilib oling. Odatda bu uchun standart ariza shakllari mavjud bo'ladi. 4-qadam, ish beruvchingiz bilan muloqot qiling. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan vaziyatni muhokama qiling. Ba'zi ish beruvchilar o'z xodimlarining moliyaviy ahvolini inobatga olib, ularning ish haqi strukturasini o'zgartirishni taklif qilishlari mumkin. Masalan, ish yukini kamaytirish evaziga ish haqini kamaytirish yoki ish haqi va bonuslar tizimini qayta ko'rib chiqish orqali yoki sizning daromadingizni shartnomaviy ravishda 2 qismga bo'lib, rasmiy ish haqini cheklangan darajada ko'rsatish va qolgan qismini boshqa turdagi to'lovlar shaklida amalga oshirish imkoniyatini muhokama qilishingiz mumkin, ammo bu huquqiy jihatdan to'g'ri bo'lishi shart. Har qanday holatda ham barcha o'zgarishlar qonun doirasida va rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. 5-qadam, huquqiy maslahat oling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki siz o'zingiz aniq qaror qabul qila olmasangiz, mustaqil yuridik maslahatchi yoki advokatga murojaat qiling.
Ular sizning shaxsiy holatingizni chuqur tahlil qilib, eng maqbul yechimni topishga yordam berishadi. Xususan, ular yangi qonun hujjatining barcha bandlarini, hatto mayda shriftda yozilgan tafsilotlarini ham tushuntirib bera oladilar. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda va eng to'g'ri moliyaviy qarorni qabul qilishda juda muhim. 6 qadam aksborotni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasi saytlaridagi yangiliklarni, rasmiy matbuot e'lonlarini, vazirlar mahkamasining qarorlarini diqqat bilan kuzatib boring. Qonun hujjatlariga kiritilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgartirishlar yoki qo'shimcha tushuntirishlar siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Bu sizga doimo sabardor bo'lishga va o'z vaqtida chora ko'rishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, hurmatli tomoshabinlar, itmini va mashallah, yil 6 maydan boshlab ishlayotgan nafaqashorlar uchun jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda, ayniqsa yuqori daromadga ega bo'lganlar uchun. Bu yomon xabar deb atalishiga sabab ko'pchilikning kutgan moliyaviy barqarorligiga ta'sir qilishi mumkinligi bilan bog'liq. Ammo to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish va o'z vaqtida harakat qilish orqali siz bu o'zgarishlarning salbiy ta'sirini kamaytirishingiz mumkin. Moliyaviy rejalaringizni qayta ko'rib chiqing, pensiya jamg'armasi bilan bog'laning, maslahat oling va eng muhimi, doimo sabardor bo'ling. Ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, ushbu video ostiga o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Bu vaziyat haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bunday o'zgarishlar adolatlimi? Siz qanday choralar ko'rishni rejalashtiryapsiz? Kommentariyalar bo'limida muhokama qilamiz. Videoni yana bir bor like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy masalalarda hushyor bo'ling.